Hammaga salom. Siz bilan aloqada System Guru Markets. Biz kompaniya haqida qisqacha ma'lumot bilan boshlaymiz. Agar kerak bo'lsa, uni to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Kompaniyaning har bir parametrini diqqat bilan ko'rib chiqishingiz mumkin. Endi biz korporatsiyaning asosiy ko'rsatkichlarini ko'rib chiqamiz. Quad Graphics Int. Ticker QAD. 2025 yil 15 aprel holatidagi ma'lumotlar asosida ko'rib chiqish. Tasnifi bo'yicha Guru Markets korporatsiya Quad Graphics Int pastki toifaga kiradi. Advertising tahlillarda 50 ta kompaniya ishtirok etadi. Bu juda vakildir. Videoning oxiridagi buyurtma jadvalini ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqilayotgan kompaniya uchun umumiy natija quyidagicha: -10 balldan 5 ball. Pastki kategoriya bo'yicha o'rtacha natija 1,8 ballni tashkil qiladi. Agar siz keng ko'lamda qarasangiz, jami butun fond bozorida butun birja uchun o'rtacha ball 1,9 ball ekanligini ko'rishingiz mumkin. Uchun -5 ballga qarshi Quad Graphics Int. Kompaniya aksiyalari narxining dinamikasini solishtirish. Quad Graphics Int. Va kichik toifadagi kompaniyalar. So'nggi 12 oy ichida aksiyalarni ko'rishimiz mumkin. Quad Graphics Int 6,3% dinamikani ko'rsatdi. Kichik toifadagi narx dinamikasiga qarshi -23,5%. Bu hech narsani aniq ko'rsatmaydi, lekin bu haqiqatni yodda tutish kerak. Kompaniyaning bozor kapitallashuvi Quad Graphics Int 27 milliard dollarga baholangan. Pastki kategoriyaning bozor kapitallashuvi 90 milliard dollarni tashkil etadi. Quad Graphics Int 298% ulushga ega va kichik toifadagi juda kichik kompaniyalardan biri hisoblanadi. Kompaniyaning balans kapitallashuvi 3 milliard. Va kichik toifaning kapitallashuvi 26 milliard dollarni tashkil etadi. Quad Graphics Int 134% ulushini tashkil etadi. Fond birjasi egallagan aksiyalarni va balans kapitallashuvini taqqoslab, biz quyidagilarni ko'ramiz. Baham ko'ring. Quad Graphics Int bozor kapitallashuvini baholashda kichik toifada 298% ni tashkil qiladi. Balans kapitallashuvi 134% ni tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuvi ulushidan 55% ga kam. Tashkilotning bozordagi ulushini va kichik toifadagi balans qiymatini baholash yomon -1 ball. O'rganilayotgan kompaniyaning qarzlari 324 milliard. Kapitalizatsiya bo'yicha qarz kompaniya kapitalining 1080% ni tashkil qiladi. Kompaniyaning qarz majburiyatlari darajasiga asoslangan reyting juda yomon -2 ball. Kompaniyaning birja qiymatining foydasiga nisbati ga teng. Pastki toifadagi o'rtacha ko'rsatkich 36 ni tashkil etadi. Bu pastki toifadagidan sezilarli darajada yomonroqdir. Kichik toifadagi kompaniyalar bilan taqqoslaganda kompaniyaning fond bozori qiymatini uning foydasiga baholash juda yomon -2 ball. Oxirgi 12 oydagi foyda -51 million dollarni tashkil etdi. Keyingi 12 oy uchun kelajakdagi daromad noma'lum. Va bu kompaniyaning istiqbollari uchun juda salbiy. Kichik toifadagi kompaniyalar bilan taqqoslaganda kutilayotgan kelajakdagi foyda ko'rsatkichlarini baholash yaxshi 1 ball. Kompaniya narxining daromadga nisbati 1 ga teng. Pastki kategoriya bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 1,2 ni tashkil etadi. Bu kichik toifadagidan 92% ga past. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda kompaniyaning bozor qiymatini daromad ko'rsatkichlariga baholash yaxshi 1 ball. Oxirgi 12 oydagi daromad 2670 million dollarni tashkil etdi. Keyingi 12 oy uchun kelajakdagi daromad noma'lum. Bu kompaniya narxi uchun salbiy.
Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda kelajakdagi daromadning prognoz ko'rsatkichlarini baholash yomon -1 ball. Marja -1.9% tashkil etadi. Kichik toifa uchun o'rtacha ko'rsatkich 3.8% tashkil qiladi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 5-7% tashkil etadi. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda marginallikni baholash chidash mumkin -5 ball. Kichik toifadagi xodimlar soni bo'yicha kompaniyaning ulushi 2,86% tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuvi ulushining 860% ga o'sishi. Va bu fakt kompaniyaning bozor narxidagi nomutanosiblikni ko'rsatadi. Quad Hits Int katta ehtimol bilan kam baholanadi. Tashkilotning bir xodimiga to'g'ri keladigan kapital miqdori $22,000 ga teng. Va pastki kategoriya uchun bu $212,000. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 89,6% tashkil etadi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda bir xodimga to'g'ri keladigan bozor kapitali hajmini baholash yaxshi, 5 ball. Har bir xodim uchun foyda miqdori $2,000 tashkil etadi. Kichik toifa uchun o'rtacha $6-9,000 bilan. Va kichik toifadagi o'rtacha va kompaniya ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 40% tashkil qiladi. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda kompaniyaning har bir xodimi uchun foydani baholash bardoshli -5 ball. Tashkilotning har bir xodimi uchun daromad ulushi $219,000 tashkil etadi. Kichik kategoriya bo'yicha $184,000. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 19% tashkil qiladi. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan solishtirganda bir xodimga to'g'ri keladigan savdo hajmini baholash bardoshli -5 ball. Aksiyalarning qisqarishi 9-8% tashkil etadi. Pastki toifadagi o'rtacha 6% ga nisbatan. Bu mumkin bo'lgan qisqa siqish xavfining ko'rsatkichidir. Texnik ko'rsatkich esa 14 kompaniya uchun 43% darajasini ko'rsatadi. Quad Hits Int. Pastki kategoriya uchun esa darajasi 14-42% tashkil qiladi. O'rtacha kichik toifadagi aksiyalar kompaniyaning aksiyalari bilan taxminan bir xil kotirovka qilinadi. Quad Hits Int. Kompaniya aksiyalarining hozirgi narxi taxminan $5-16 tashkil qiladi. Kompaniya aksiyalari uchun konsensus bahosi $10-16 atrofida. Joriy narx dinamikasi va konsensus prognozi taxminan 97% tashkil etadi. Keling, hamma uchun mavjud bo'lgan buyurtmalar jadvalini ko'rib chiqaylik. Havola mahkamlangan izohda. Buyurtmalar jadvali ma'lum bir mavsumda aksiyalarni baholash ma'lumotlari va ma'lumotlar tizimi tomonidan ilgari qabul qilingan barcha qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish mutlaqo bepul va ochiq. Bog'langan izohda havola. Kompaniya aksiyalarini tahlil qilish natijasida Quad Hits Int. Axborot va ma'lumotnomalarni baholash tizimi Guru Markets quyidagi qaror qabul qilinadi. Har bir aksiya uchun $5-15 dan sotilgan savdoni oching. Buyurtma kompaniyaning nisbatan past reytingga ega ekanligi sababli ochildi. Kompaniyani baholash mezonlari hokim indeks asosida amalga oshirildi. Foyda olish 4,21 da belgilangan. Stop loss 6,9 da belgilangan. Agar buyurtma foyda olish yoki zararni to'xtatish bilan yopilmasa. Keyin tranzaksiya 2025 yil 15 maydagi birja sessiyasi natijalariga ko'ra avtomatik tarzda belgilanadi. Yoki ushbu sanadan oldingi oxirgi ish kunida. Chirto asosiy xarid buyurtmasi bo'ladi. Asosiy buyurtma bo'yicha video allaqachon ushbu kanalda chop etilgan.
Buyurtmalardan birini yopayotganda asosiy yoki balanslash. Qarama-qarshi tartib joriy narxda yopiladi. Ushbu videoni tomosha qilganingiz va axborot tizimidan foydalanganingiz uchun rahmat. Guru Markets.